Assalomu alaykum hammaga. Bu darsligimiz bizda ShunTube generatorini qanday qilib foydalanish, nimalar qilsak bo'ladi va qanday qilib noldan foydalansak bo'ladi, shuni polniyslar bilan ko'rsatib, tushuntirib chiqaman. Bu generatorni sotib olganinglardan keyin sizlar kirganinglarda boshida bizda kod yozadigan, ya'ni ключ yozadigan joylar chiqadi. Bu ключni sizlar sotib olganinglardan keyin biz tomonidan beriladi. Sizlar shu ключni qo'yganinglardan so'ng xuddi shunaqa oyna ochiladi. Sizlarda faqat ma'nolar bo'lmaydi. Bular menda oldin chiqargan anaqalarim, ssenariylarim bo'lmaydi, bo'm-bo'sh turadida. Qolgan hamma yo'g'i xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu yer bizda home page'imiz, ya'ni основной joyimiz. Ssenariy yozib, ssenariy boshlaydigan, loyihamizni boshlaydigan joy. Mana chap tomonda loyihalar degan joy turibdi. Endi bizga birinchi o'rinda qiladigan narsamiz sozlamalarga, ya'ni nastroykaga o'tib olish. Bu yerga o'tadigan bo'lsak, birinchi umumiyda xuddi shunaqa joyi turibdi. Bular nima? Bu yerda biz interfeys tilini o'zgartirsak bo'ladi. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, russkiy, o'zbekskiy hamda ingliz tilida qilsak bo'lar ekan. Mana sirasi o'zgaryapti. Обновление ham qilishlar kerak emas, chiqib ham kirishlar shart emas. Ruschaga qo'ysam, polniy interfeyslar ruscha bo'lib qolyapti. Kimgadir ruscha qulay, menga o'zim shaxsan masalan ruscha qulay. Kimlargadir o'zbekcha qulay, kimgadir bo'lsa inglizcha qulay bo'lishi mumkin. Xoslar bilan video hammaga tushunarli bo'lishi uchun o'zbek tilida interfeyslarni qo'yib olib davom etamiz. Keyingisi mavzu, ya'ni bu yerda bizda temamiz bo'ladi. Tema o'zgaradi. Qorong'u, yorug' tizimdagidek degan narsa o'zgaradi. Bu hozircha anaqa bo'lyapti, qilinyapti jarayonda. Xudo xolasa, bugun yoki ertaga tayyor bo'ladi. Yorug'ni bosadigan bo'lsanglar, temalar yorug'iga o'tib qoladi. Ya'ni oq fonga o'tib qoladi. Telefonlarda ham temalari bo'ladi, xuddi shunaqa joyi. Xo'p, keyingisi bo'lsa, mana bu joyda papka. Ya'ni bu nima? Bu yerda biz chiqarayotgan, bu chiqarib beradigan, generator chiqarib beradigan rasm videolarimizni bo'lib o'zi sahnaga chiqib oladigan papkasi bo'lishi kerak bitta. Shu joyni shu yerda tanlab qo'yasizlar. Har doim esinglardan chiqmasin. Birorta bir loyiha boshlashdan oldin sozlamalarga kirib alohida papka ochib olinglar, keyinchalik stabil mashinalar uchun yokida boshqa loyihalar bilan chalkashib ketmasligi uchun. Papkani almashtirishni bosamizda, bosib turib, mana shu yerga новая papka qilib ochib olasizlar. Ochganimizdan keyin buni o'zingizlarga moslab qilib olamiz, nomlab olamiz. Masalan, biz test qilyapmiz. Test deb sahnaga chiqib oldim deylik. Shuni выбрать papka qilib qo'yaman. Mana test degan papka tanlandi bizda. Endi mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'zgarishlar darhol saqlanadi deyapti. Ya'ni tanlab turib nimanidir bosishimiz shart emas, o'zi sira saqlanib bo'ladi. Endi bu yerda biz bu yerda to'g'irlab olganimizdan keyin keyingisi ulanishlar, ya'ni подключение, bari ulanadigan joylar. Bu yerga o'tadigan bo'lsanglar, bu yerda sizlar kalit sotib olganinglardan keyin biz kalit beramiz-ku. O'sha kalit kirgizganinglarda sizlarda hammasi ulanilgan bo'ladi bu yerda. Ya'ni tariflarga qarab ulanilgan bo'ladi. Bu yerda bizda mana shunaqa faol, tayyor, faol bo'lib turgan bo'lsa, tarifimizga qarab bular faol, tayyor bo'lib, tayyor ulangan holatda bo'ladi. Endi biz mana faqat Pixabay bilan Pixels ulangan bo'lmaydi. Bu yerda kalitlarni olib o'zingizlar ulashinglar kerak bo'ladi. Bu alohida bitta darslik qilib, kichkina darslik qilib tashlab qo'yaman. Bular nima? Bular birinchisi Open Router DeepSeek, ya'ni biz ssenariyimizni olib, uni ssenariyda tushunib, kontekstini uni kerakli bo'laklarga bo'lib beradigan joy ekan. Ikkinchisi Google Flow, ya'ni Flowga ulanib, o'zi rasm generatsiya qilish kerak bo'lgan holatlarga Flow'larga ulanib olib, Flow chiqaradi. Uchinchisi Unlimited Video, ya'ni tariflarga qarab u ham bo'ladi. Ya'ni videolar polniy shundan olib chiqaradi. Keyingisi Shum Voice, ya'ni bu yerda biz ovoz generatorimiz ekan. Sizlar buni sotib olganinglarda uning ichida ozvuchkalar ham o'zi bilan birga olasizlar. Ya'ni sizlar alohida ozvuchka sotib olishinglar kerak, alohida video generator sotib olishinglar kerak emasda, kalitni ulaganinglarda sirazu hammasi birga ulanilgan holatda bo'ladi sizlarda. Xo'p, endi hamma yoq tayyor bo'lgandan keyin bu yerlarni to'g'rilab, hamma yoqni tayyorlab bo'lganimizdan keyin biz yana loyihalar bo'limiga orqaga qaytamiz ekan. Qaytganimizda sizlarda mana shu yerda bo'm-bo'sh turadi, tepada yangi loyiha turibdi. Shuni ustiga plus bosib yangi loyiha qilamiz. Bu yerda mavzu turibdi va tayyor matn. Mavzu nomini yozamiz. Mana masalan deyapti, Amir Temur va Buyuk Ipak yo'li degan mavzu qilyapsizlar, video tayyorlamoqchisizlar. Shunaqa qilib mavzu nomini yozasizlar. Biz sizlar bilan hozir masalan qanaqadir kriminal haqida video chiqarmoqchimiz. Lekin juda ham ko'p odam o'zbekcha ham video tayyorlasak bo'ladimi deyapti. Hozir o'zbek tilida qilib ko'ramiz birinchisini.
Mavzu nomini yozdim. Ya'ni 4 yil oldingi kriminal o'g'rilik deyaylik o'zbekchada. O'g'rilik haqida video tayyorlayapman. Endi keyingisi tayyor matn. Tayyor matn joyiga o'sha bizni ssenariyimiz, ya'ni gapirtirmoqchi bo'lasizlar oзвучка. O'sha narsani generatorda gapini полный joylaysizlar. Sizlar bilan hozir mana men hozir mana yerda bitta matn tayyorlab qo'ygandim. Mana joyladim. Bu yerda umuman ahamiyatsiz qancha uzunlikda bo'lishi, ya'ni uzun yarim soatlik, 20 minutlik, 10 minutlik, 1 soatlik videolarni ham oзвучкаlardan tashlasanglar bo'lar ekan. Generatsiya qilaveramiz. Hozir bilan kamroq tashladim, sababi tezroq test qilishimiz uchun, vaqtni o'tkazmasligimiz uchun. Endi biz bu yerga ssenariyimizni joylab olganimizdan keyin davom etish knopkasini bosamiz. Bu yerda mana tilini o'zi aniqlab olyapti srazu. Ya'ni mana yerda ko'ryapti-da, cheksimiz tashlayapti, aniqlangan til deyapti, o'zbekcha deyapti. Ya'ni sizlar bu yerda любой tilda video tayyorlasanglar bo'ladi. YouTube sohasiga kirgan odamga faqat ingliz tili yoki rus tili emas, bilsanglar, hozir ingliz tilida konkurensiya juda ham kuchli. Tezroq monetizatsiyaga chiqaman desanglar, ingliz tili emasda boshqa tilga kirib ko'rishinglar kerak. Sababi boshqa tilda konkurensiyalar kamroq bo'lgani sababdan biz kanalimiz monetizatsiya tezroq chiqish shansimiz ancha balandlashadi. Hozirda sizlarga trend bo'layotgan tillar, ya'ni trend emas, konkurensiya kam, lekin tezroq monetizatsiyaga ulanayotgan, ya'ni odamlar zritellar ko'p, lekin youtuberlar kam bo'lgan tillar bu ruminskiy, turk tili, ispan tili. Ispan tili ham hozir ko'payib ketdi. Lekin harakat qilib ko'rsanglar bo'ladi, sabab men o'zim ham ispan tilida 1 oy, 1,5 oyda kanalimni monetizatsiyaga olib chiqqanman. Ispan tilida ham konkurensiya ingliz tiliga qaraganda kamroq va ispancha gapiradigan odamlar juda ham ko'p yer yuzida. Shuning uchun shu tilda gapirsanglar, qilsanglar bo'lar ekan. Ruminskiy ham kirib ko'rlar, lekin ruskiy ham shunaqa. Ruskiyda ko'p odam monetizatsiya yo'q deb turib, ruskiyda ham konkurensiya kam bo'lgan sababdan aslida rossiyaliklar VPN yoqib, Yevropa VPNlari bilan kirgani sababdan ruskiyga ham bemalol pul to'laydi. Shuning uchun har xil tilda kirib ko'ramiz. Shu sababdan bu ham любой tilda chiqarsanglar bo'ladi. Polskiy til bor, ya'ni polshaliklar tili. U ham juda ham trendda bo'lyapti. Unda ham juda ham ko'p gapiradigan odamlar va youtuberlar bo'lsa kam. Shuning uchun video tayyorlab olganimizdan keyin davom etishni bosamiz. Bosganimizda bizda bu yerda stili bor birinchisi, ya'ni 16 ga 9, 9 ga 16 shortsmi, 1 ga 1 kvadrat holat yoki 4 ga 5. Biz hozir long video tayyorlayapmiz, shuning uchun 16 ga 9 tanlab olamiz. Endi bu yerda janrini o'zingizlarga qarab tayyorlaysizlar. Biz ko'proq tarixiy, hujjatli filmlar qilamiz. Shuning uchun bu yerda birinchi tarixiy hujjatli film turibdi. Ya'ni sizlarda bitta tarixiy hujjatli film emas, любой raskazlar bo'ladigan bo'lsa ham, shuni bosib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa qahramonlar hikoyasi. Bu nima? Qahramonlar hikoyasi degan narsaga e'tibor berib qo'yinglar. Bu yerda bizda hikoyalarda bitta glavniy personaj bor, ya'ni qanaqadir personaj borda, o'sha personajni ko'rinishini bir xilda ushlab qolmoqchisizlar, ya'ni bir xilda ko'rinishini ushlab qolmoqchimiz. Shunaqa holat, shunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, biz shuni ustiga bosib, personaj qo'shishni bosib, biz personaj tanlab qo'shib qo'yamiz mana bu joyga. Bu yerga bosasizda, qanaqadir personaj chiqarib olasiz rasm generatordan. Yash personajingizni u полный o'zi olib personajingizni anaqadagi hikoyangizdagi bitta glavniy personaj qilib qo'yib, ko'rinishini buzmagan holatda hikoya tayyorlab beradi. Ya'ni bizda glavniy personaj bo'ladi. Alohida shunaqa anaqalar, qahramonlar bo'ladigan bo'lsa, glavniy personajlar bo'ladigan bo'lsa, shunga qo'yib qo'shib olasizlar. Bu yerda sizlarda har doim saqlanib bo'lib, mana bu joyda turadi saqlagan personajlar. Sababi biz YouTube'da video tayyorlayotganimizda, masalan, sizning kanalingizda bitta brand face bor. Ya'ni bitta odamni brand face qilib olgansiz. Masalan, aytaylik, mana bu stickman. Mana men stickman, mana shu stickman, men masalan bitta kanalim brand face. Ya'ni любой video tayyorlasam, bu stickman glavniy geroy bo'lish kerak menda. Shunda mana stickmanda har xil ko'rinishda chiqarib olganman, GPT dan rasmni chiqarib olganman, har xil rakursa qilib, bitta qilib. Buni joyladimda, endi menda nima saqlanib bo'lib turibdi. Mana men kirib turib boshlamaga o'tadigan bo'lsam, shu turibdi. Loyihaga qo'shish qilaman, bo'ldi, mana qo'shildi. Stickman qo'shildi. Endi men buni YouTube'ga men masalan 3 kunda bir video qo'yishim mumkin, 4 kunda bir video qo'yishim mumkin. Lekin personajim bir xil. Ya'ni bitta personaj bor menda kanalimda. Har safar kirib har safar qo'shmaysizda, prosta qahramonlarga o'tib turib, buni bitta loyihaga qo'shishni bosib qo'yasiz. Bu yerga sizga o'tib qoladi. Saqlanib bo'lib ketadi demoqchiman bu gapim bilan. Har bitta personajlar yoki personaj qo'shish qilib, mana bu joyga rasm yuklab, personaj qo'shib ketsak bo'ladi ekan. Slide show qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Slide showda personaj qo'shish bor. Ya'ni bu yerda slide showda faqat rasmlarni ketma-ket generatsiya qilib beradi video qilmasdan. Xo'p.
Endi ikkinchisi vizual uslub, ya'ni avto bor, fotorealizm, 2D illyustratsiya, 3D illyustratsiya, anime, stickman ko'rinishida va o'z uslubim. Agar siz o'z stilingiz bo'lsa, qanaqadir promptingiz bor, GPTda yozdirdingiz prompt, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'z uslubimga bosasizda, bu yerda mana yozadigan joyi chiqyapti. Shuni shu yerga yozasiz yokida mana o'zini ham AI bor ichida, ya'ni mavzu bo'yicha tanlash ustiga bosib qo'yadigan bo'lsangiz, biz tashagan matnni ko'rib chiqib, o'shanga moslab vizualizatsiya qiladi. Mana Dark Cinematic True Crime Documentary deyapti. Ya'ni True Crime dokumentatsiya deyapti. Aytaylik, masalan, men 2D da rosa yaxshi ko'raman 2D stilni. 3D stilni odamlar to'ygan 2D da. 2D stilni qo'shib qo'ydim oxiriga. Mana 2D stil deb qo'ydimda, o'sha buyog'i True Crime Documentary deyapti. To'g'ri, chunki bizda True Crime degani jinoyat degani. Biz jinoyat haqida matn tashladik bunga. Endi bo'ldi, hamma yo'g'ini to'g'rilab bo'lgandan keyin loyihani yaratish ustiga bosamiz. Xuddi shunaqa boshlanadi. Hozircha sahna yo'q deyapti. Sahna yaratish ustiga bitta bosib qo'yasiz. Bosganingizdan keyin bu yerda ozgina kutasiz, sababi bu yerda o'sha bizni vizualizatsiyaga bo'lib chiqadi. Ya'ni u nima degani? Tasavvur qiling, bizning hikoyamiz bor. 4 yil avval mana bu joyda, O'rta Osiyoni O'zbekiston degan joyida masalan xalqaro bankda degan gaplar bor-a, shunga bo'ladi. Ya'ni 4 yil oldin O'rta Osiyoda O'zbekistonda deganiga alohida vizualizatsiya video chiqaradi va xalqaro bank degan joyiga bo'lib turib alohida xalqaro bankni videosini qo'yadi. Ya'ni siz qo'yishingiz shart emas, o'zi matningizga moslab pastiga vizualizatsiyani terib ketar ekan. Shuning uchun ham bu juda ham generator zo'r narsa. O'zim chunki bulardan oldin birinchi YouTube boshlagan paytim Stickman kanal ochganman. 4 minut 5 minutlik videoyim uchun rasm bo'lmasa faqat rasm slayd show qilardim. 4-5 minutlik videoyim uchun 4-5 soat vaqt sarflardim. U bitta video tayyorlab bo'lguncha. Nimaga desanglar, men gapiga moslab rasm generatsiya qilardim-da. Masalan, qaysidir gapiga moslab rasm chiqara olardim-da, ashi gapigacha qilib, kep-katta o'zim qo'lim bilan to'g'rilab chiqardim. Shu joygacha kesib. Shuning uchun menda 4-5 soatlab vaqt ketib qolardi. Unaqa vaqt ketadigan bo'lsa, ko'p kanal yurgiza olmayman. Men bu bilan bo'lsa, unaqa kanallardan kuniga 10 tadan yurgiza olaman. Shuning uchun juda ham qulay. Mana bu joyda hozir kutyapmiz. Qanchalik matnlar uzoq bo'lsa, shuncha sekinroq chiqaradi, shuncha sekinroq bo'ladi. Xo'p, mana tayyor bo'ldi. Ya'ni bizda mana matnlarga bo'lib chiqdi. Men tashlagan kichkina matnchani 19 ta ssenaga bo'ldi. Ya'ni birinchisi o'zi hookni ham alohida qilib bo'lib oldi. Akt 1, akt 2 qilib, akt 3 ta qilib bo'lib oldi. Endi bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, ovoz matni. Ya'ni siz hozir ko'radigan voqea Gollivud filmi emas. Bu Markaziy Osiyo tarixidagi eng sovuqqon va mukammal rejalashtirilgan jinoyat degan joyiga, shu tekstga bitta alohida vizualizatsiya bo'lar ekan. Ya'ni mana yerda ko'rinishini tushuntiryapti. Shunaqa ko'rinishda video chiqaradi deyapti. Medium shot deyapti, deep focus deyapti. Camera shows bank employee, ya'ni kamera deyapti, bank ishchi xodimiga qarab turgan holatda turibdi deyapti. Work calmly deyapti. Mana Markaziy Osiyo tarixidagi degan teksti bor deyapti. 2da stil deb shu narsani qo'shib qo'yapti. E'tibor bergan bo'lsanglar. Mana shu stilni har bitta prompt oxiriga qo'shib qo'yadi endi mana. Ko'ryapsizlarmi? Biz bosh stilini tanlab qo'ydik, xuddi shu narsa. Bo'ldi. Shunaqa qilib bo'lib olgandan keyin mana bu bo'lsa, bizni generatorimizga, video generatorimiz uchun prompt. Ya'ni shu promptni video generatorga berib, video chiqarib oladi. Hamma yo'q tayyor bo'lgandan keyin sahnalar rejasiga o'tish ustiga bosamizda, mana 19 sahna bo'lyapti bizga. Rejani tasdiqlash qilamiz, barchasini yaratishni bosib qo'yasiz. Bo'ldi. Ozgina kutamiz. Videolarimizni tayyorlab bo'lgungacha. Xo'p, mana generatsiya qilib bo'ldi. Ya'ni 19 ta sahnadan 18 tasi tayyor deyapti. Bittasi generatsiya qilmay qolibdi. OK deb bosamizda, xatolarni qayta ishlashni bosib qo'yasiz va generatsiya qilmay qolganlarda boshqatdan generatsiya qilib yuboradi. Hozircha video generatorida shunaqa xatolar bor. Bu video generatorlarda o'zidan bo'lyapti. Ya'ni flowlardan ham, videolardan ham bilayotgan bo'lsanglar, ketma-ket beradigan bo'lsanglar, orqasidan bitta ошибка bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa narsa bo'lyapti. Boshqatdan bosasizlarda bittani ham generatsiya qilib olishni kutasizlar. Qolgan hammasi mana tayyor. Buni davomini kutamiz hozir. Mana 19 ta sahnadan 19 tasi tayyor dedi. OK deb bosamiz. Endi keyingisi montaj degan ustiga bosamiz. Bosganimizda bizda xuddi shunaqa timelinelar kelib chiqadi. Biz bu yerda hech narsani o'zgartirmaymiz. Ya'ni bizga kerak bo'ladigan narsa bu ovozi. Endi ovozni to'g'rilaymiz. Mana ovozni bosamiz.
Ustiga bosganimizda mana ovoz yaratish turibdi. Ovoz yaratish ustiga bosganinglarda xuddi shunaqa ovozlar kelib chiqadi. Endi bu yerda meni ovozim degan joylari bor. Ya'ni bu yerda siz sahnaga chiqib qo'ygan ovozlaringiz turadi va bu yerda bo'lsa IG ovoz qo'shish degani bor. Ular nima? Mening ovozim degan joyda sahnaga qilib ketayotgan ovozlaringiz shu yerda chiqadi. Mening ovozlarim degan joyga o'tib qoladi. Endi IG bo'yicha ovoz qo'shishga o'tamizda, sizlar masalan qanaqadir ovoz qo'shmoqchisizlar. Bunda biz bu yerga Eleven Labs'dan ID'sini olib qo'shamiz. Ya'ni Eleven Labs anaqa saytiga kirib olamiz. Eleven Labs saytini ochib oldim. Ochganimizda text to speechga o'tamiz va bu yerda mana o'ng tomonda voice degan joy turibdi. Shuni ustiga bosib turib, mana shu joydan tinglab, The people who are crazy enough to Greetings. I am here for all your social media needs. masalan sizga bittasi yoqdi, bu yerdan o'ziga yoqqanini tanlab olasizda. Tanlab olganingizdan keyin 3 ta nuqtani bosasiz oldidagi. Bosib turib, copy voice ID degan joyi bor. Shu voice IDsini sahnaga chiqib olasiz. Biz hozir o'zbek tilida qilayotganimiz uchun hammasi ham o'zbek tilida gapira olmaydi. Men bitta o'zbek tilida gapiradiganini topganman, ya'ni gapirtirib ko'rib, tinglatib ko'rib, o'sha IDni qo'yaman hozir. Xo'p, mana IDni olib kelib, voice ID degan joyiga joylaymiz. Mana IDsini qo'ydim. Endi bu yerga ovoz nomi, ya'ni siz o'zingiz shu nomini o'qib turib tanlab oladigan. Masalan, o'zbek tilida qo'shdik, o'zbek tili deb qo'yaman men. O'zbek tili deb ovoz nomlab oldim. Bu yerga IDsini yozdim. Til degan joy russkiy turibdi. Mana shu joyga o'zbek tanlab qo'yaman. Bo'ldi. Qolgan joyiga tegmayman-da, ovozni saqlash ustiga bosaman. Ovoz qo'shildi. Endi mana shu joyi o'ziga kelib bo'lgandan keyin meni ovozlarim degan joyga qaytib o'tamiz. Shu joyga qo'shilib qolgan bo'ladi. Mana shu joyda istaymiz. Mana o'zbek tili degan voice hozir qo'shildi. Shuni tanlayman. Mana tanlagandan keyin ovozni yaratish knopkasini bosaman. 1646 ta simvol bor ekan deyapti. 1646 keyin sarflayman deyapti. Tasdiqlash va ishga tushirishni bosamiz. Bosganimizda bizda xuddi shunaqa zagruzka boshlanadi. Ya'ni ovozni bo'lib o'zi generatsiya qilib oladi sahnalarimizga moslab. Xo'p, bizda ovozda ham generatsiya qilib bo'ldi. Ya'ni chiqarib bo'lgandan keyin audio degan joyi bor. Bu yerda agar sizni videoingiz oxirida orqa fonida muzika turishi kerak bo'lsa, musiqasiz turibdi. Shuni ustiga bosib, musiqa tanlab qo'yishlar kerak. Ya'ni faollashtirishni bosasizlarda, o'sha so'ndan chiqarasizlar muzika yoki biron joydan muzika sahnaga chiqib bo'lgan muzikalar bormi? Shular joylab qo'yadigan bo'lsanglar, musiqani o'z orqasiga joylab qo'yadi, past ovozda qilib. Endi hammasi tayyor bo'lgandan keyin eksportga degan joyini bosamiz. Bosganimizdan keyin 1 minut 56 Xudoga shukr. 1 minut 56 sekund davomiyligi bo'lyapti deyapti. Videoni yig'ish ustiga bosib, videomiz yiqqungacha ozgina kutamiz. Mana videomiz tayyor bo'ldi, ya'ni yig'ib bo'ldi. Endi bu videoni eshitib qo'yib ko'ramiz. Siz hozir ko'radigan voqea Gollivud filmi emas. Bu Markaziy Osiyo tarixidagi eng sovuqqon va mukammal rejalashtirilgan jinoyat. Atigi 4 daqiqa ichida millionlab dollar havoga uchdi. Na nazorat kameralari, na politsiya ularni to'xtata oldi. Bu og'rilikni kim boshqargan? Oddiy odamlarmi yoki tizim ichidagi kazo-kazolar? Bank xodimlari va Mana ko'rib turganinglardek, video polniy ovoziga qarab o'zgarib ketyapti. Ya'ni sizlar prosta matn tashlaysizlarda, sizlarga tayyor video joylab sahnaga ham qilib beradi. O'sha tanlagan papkamizga finalning versiyasini sahnaga chiqib qo'yadi o'zi. Sahnaga ham qilishlar shart emas. Biz nima qilamiz? Kiramizda va uni YouTube'ga joylab qo'yish qoladi xolos. Qolgan hamma yo'g'inglarni o'rninglarga qilib beradi. Mana bu joyda obuna chaqiriq degan joyi bor. Buni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, boshqadan video yig'ishni bosasiz. Bosganingizda videoda o'rtasida podpisatsiya degan joyi chiqadi. Mana hozir buni ham chiqarib ko'ramiz. Xo'p, mana chiqarib bo'ldi. siz hozir ko'radigan voqea Gollivud tarixidagi eng million kameralari. Bu gan zolar va bugun oddiy bank xodim bu keltirish bor guruhda o'g'rilar emas, yurish grafikini. Mana xuddi shunaqa qilib videomiz o'rtasida eslatma qilib subscribe knopkasini ham chiqarib qo'yadi. Bu xohlasangiz yoqib qo'yasiz, xohlasangiz o'chirib qo'yasiz. Qaysi ko'chalar va Mana 2 marta qo'yib berdi bunga.
ikkita qo'yildi. Mana 48-sekundda hamda 1:18da deyapti. Chiqadigan vaqtlari. Buni o'zinglar xohlasanglar yoqib, xohlasanglar o'chirib qo'ygan holatda tayyorlaymiz ekan. Xo'p, endi ingliz tilida tayyorlab ko'ramiz. Loyihalarga qaytamizda, mana bu yerda saqlanch bo'lib qoldi hozirgi loyihamiz. Yangi loyihani bosasiz. Yangi loyihaga bosib turib, endi bu yerda English saqlanib qo'ydim. Endi biz xuddi hozirgi matnni inglizcha versiyasini jo'natib ko'ramiz. Ingliz tilida tayyorlab ko'ramiz endi. Xo'p, mana ingliz tiliga perevod qilib olgan matnni olamanda va bu joyga tayyor matnga joylayman. Endi mana aniqlangan til inglizcha deyapti. Siraz tilini aniqlab olyapti. Davom etishni bosaman. Bosganimda bu joyda o'z uslubimni tanlab bu yerda mavzuga qarab deb olganini bosib qo'yaman-da. Va hozir bizga stilini tanlab chiqarib oladi. Mana tayyor chiqarib berdi. Loyihani yaratish ustiga bosib qo'yaman. Ssenariy yaratish va ozgina kutamiz. Xo'p, xuddi shunaqa oyna ochildi. Yana o'zbek tilida qilganimiz. Xo'p, xuddi shunaqa oyna ochildi. Yana o'zbek tilida qilganimizdaqa, bunda bizda 21 ta sahnaga bo'lib berdi ssenariyimizni. Endi nima qilganimiz, bundan oldin nima qilganimiz, xuddi shunaqa qilib sahna rejasiga o'tish ustiga bosamiz va rejani tasdiqlashni bosamiz. Bosganimizda xuddi shunaqa video generatsiya bo'limiga olib o'tadi. Biz barchasini yaratishni bosamizda, keyingilarini generatsiya qilib olishini kutamiz. Xo'p, mana 21 tadan 21 tasi hammasi tayyor. Ya'ni ikkinchi safarida umuman ошибкasiz, ya'ni xatoliksiz hammasini chiqarib berdi. OK knopkasini bosamizda, keyingisi ya'ni montaj bo'limiga o'tamiz. O'tganimizda bu yerda biz ovoz qilamiz, ya'ni ovoz tayyorlaymiz bu yerdan. Любой ovozni tanlab qo'yamiz. Bittatasini tanlayman mana bu yerda, masalan. Ovoz yaratishni ustiga bosaman. Tasdiqlashni ustiga bosamizda va ozgina kutamiz. Xo'p, ovozimiz tayyor bo'lgandan keyin exportga bosamizda, bu yerdan mana 1 minut 36 sekund chiqyapti deyapti. Videoni yig'ish ustiga bosib, ozgina kutamiz. Mana birpas tayyorlab beradi. Xo'p, mana videomiz tayyor bo'ldi. Endi buni qo'yib ko'ramiz. What you are about to see is not a Hollywood movie. This is the most cold-blooded and perfectly planned crime in the history of Central Asia. In just 4 minutes, it's robbery. And today we are uncovering the whole day. This day would be planned so precisely, scheduled perfectly. Light state the most internal security system. Time's up. First, the safe doors opened. Mana ko'ryapsizlarmi? Hamma yo'g'iga moslab, juda ham chiroyli qilib video tayyorlab bergan. Ya'ni seyf ochilyapti degan joyga seyf ochayotganlarini qilib, oralarda даже generator gapirayotgan avatarkalar qo'yapti bir ikkita. Ki undan tashqari e'tibor berayotgan bo'lsanglar, O'rta Osiyodagi o'g'rilik degani uchun mana qozoqqa o'xshagan odamlar chiqarib beryapti. Ya'ni odamlari ham даже sahnalarimizga moslab tushyapti. Undan keyingi yana bitta narsa, oralarida rasmlar ham bor. Team drew up the plan so Rasmlar ham chiqaryapti. Ya'ni video rasm qilib, juda ham uzoqqa chiqarib beryapti. Uni bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. Mana ishlab chiqarishga o'tadigan bo'lsak, AI video turibdi. Mana orada AI foto qo'shib qo'yapti. Video, foto. Shunaqa bo'lib, videomizni tayyorlab, shunaqa holatga olib kelib beryapti. Xo'p, generatorimiz ishlash xuddi shunday. Agar sizlarda qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, generator bilan bog'liq yoki-da tushunmay qolgan joylar, qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, guruhimizga bemalol yozsanglar bo'ladi. O'zim javob beraman. Hammaga rahmat.